Kamtarlik saodati bu oddiygina bibliografik to'plam emas. Bu bir umrlik mehnat, fidoyilik va ilmga muhabbat bilan yo'g'rilgan hayot yo'lining hujjatlashtirilgan timsolidir. Bu asar O'zbekiston tarixshunosligiga butun umrini bag'ishlagan olima, ustoz va yetuk pedagog O'g'iloy Suyunovna Erbutayeva hayoti va ijodiga bag'ishlangan. U 48 yildan ortiq ilmiy pedagogik faoliyati davomida minglab shogirdlar yetishtirgan, tarix ilmining nurlanishiga beqiyos hissa qo'shgan. Kamtarlik saodati to'plamida O'g'iloy Erbutayevaning hayoti bosqichma-bosqich puxta bibliografik tartibda yoritilgan. Bu to'plamda olimaning hayot sari tashlagan ilk qadamlari, ilm yo'lida qilingan mashaqqatli mehnatlari, yozgan ilmiy maqolalari, risolalari va o'quv qo'llanmalari o'z ifodasini topgan. Shogirdlari bilan qo'lga kiritgan yutuqlari, olgan mukofotlari va jamiyatdagi e'tibori haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan. Ammo bu to'plamda faqat raqamlar va faktlar jamlanmagan. Unda bir insonning yuragi, sabri, mehr-muhabbati aks etgan. Har bir sahifasida O'g'iloy opaning kamtarligi, sadoqati va ustozlik fazilatlari yaqqol seziladi. Kitob sizni ilm, tarix va insoniy qadriyatlar sari yetaklaydi. O'quvchi uni varaqlaganda nafaqat bir olimaning faoliyatidan xabardor bo'ladi, balki o'zi uchun ham saboq, ruh, ilhom topadi. Kamtarlik saodati bu tarixga sadoqat bilan xizmat qilgan, hayotini boshqalarga ilm ulashishga bag'ishlagan bir inson siymosiga qo'yilgan badiiy bibliografik yodgorlikdir. Bu asar yosh avlod uchun tarixni anglash, ustozga hurmat va ilmga mehr ruhida tarbiyalovchi bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.